Assalomu alaykum. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillar va Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, mana videomizni sizlar uchun maxsus video, ya'ni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holiday'ning rasmiy ofisidamiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil Umra narxlari iyul va avgust oylariga nechta pul bo'lyapti va shart-sharoitlarimiz qanday bo'lyapti? Shular haqida batafsil va to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'pchilik obunachilarimizdan kelayotgan xabarlar, ya'ni sizlarda nimaga narx qimmat, nimaga boshqalarda arzon degan savollar bo'lyapti. Ya'ni narx borasida do'stlar, narx qanday bo'ladi? Narx qancha arzonlashgan sari shuncha sharoitlar shunga yarasha minus ketaveradi. Sababi nimaga? Gostinitsa oraliq masofasi uzoqlashadi va shart-sharoitlari uzoqlashadi. Ya'ni atta Makka Mukarramada va Madina Munavvarada 1 yulduzli, 2 yulduzli, 3 yulduzli, 4 yulduzli, 5 yulduzli gostinitsalar bor. Siz qaysinisiga tushishingizga e'tibor bering. Ya'ni 1 yulduzligi bor, sharoit o'rtacharoq, 2 yulduzligi bor, o'rtacharoq, 3 yulduzligi bor, undan ko'ra sal yaxshiroq, 4 yulduzligi a'lo darajada bemalol biz borayotgan gostinitsalar 4 yulduzli hisoblanadi. 5 yulduzlilar esa komfort paketga boradiganlar hisoblanadi do'stlar. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Gostinitsa shart-sharoitlari va misol uchun borganingizda ovqat oziqlaringiz, o'zbek milliy taomlari, turk milliy taomlari, shvedskiy stol, har xil turdagi taomlar bor u yerda ham. Siz o'zingizga misol uchun qanday narsani ravo ko'rsangiz, misol uchun boshqalarga ham xuddi shu narsani ravo ko'raverasiz. Sababi men ilgari kun ko'rgan kommentariyalarimda juda ham bitta akamiz tinimsiz negativ yozyaptilar. O'sha Bek degan profil egasi, men o'zim ko'rdim, lekin u inson kimligini bilmadim. Siz aka, agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, qanaqa sharoitda borgingiz kelyapti? Bemalol o'sha bizga telefon qiling yoki aloqaga chiqing. Siz istagan usulda necha pullik xonasiga desangiz, biz o'sha sharoitga qilib beramiz. Sababi hozirgi kunda bilet narxi bor, boshqa bor. Keyin bizda zaddeshka bo'lmaydi, qolib ketdi bo'lmaydi. U yerda misol uchun soat 10 ga uchasiz desa, o kechasi soat 10 ga degan gaplar bo'lmaydi. Bizda aytilgan vaqtda, aytilgan soatda uchadi. Ya'ni bu bizning samolyotlarimiz Centrum Air samolyotlari. Siz aytilgan paytda chiqasiz, 50 boshlar olib boradi va olib keladi birgalikda. Sharoitlarimiz shunga yarasha bo'ladi, hurmatli obunachilar. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada va 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Va gostinitsa oraliq masofalarimiz Madina Munavvarada 150-200 metr atrofida, Makka Mukarramada esa 800-900 metrni tashkil qiladi. Ya'ni piyoda borib kelsangiz ham shunday gostinitsadan chiqishingizga soat binosi ko'rinib turadi. Ya'ni haram hududigacha 3 daqiqa, 5 daqiqalik yo'l hisoblanadi do'stlar. Shuni ham bir inobatga olib, o'zingiz misol kimga qatga ketayotganliklarini bizga misol Telegramdan yozsangiz, sizga lokatsiyasigacha, gostinitsani nomigacha hamma yo'g'ini tashab beramiz. Bemalol o'zingiz Google'dan hozir nima zamon rivojlangan. Ya'ni rivojlangan davlatda yashayapmiz. Bizda hamma narsani bilib olish mumkin. Oldindan hali bormasdan turibdi. O'sha Google'ga kirasiz, lokatsiyani urasiz, qancha masofaligini aytib beradi. Shunday tashab beriladi do'stlar. Madina Munavvarada Merosh Toyiba va Al-Madina va bundan tashqari Makka Mukarramada Diyor Al-Aruba degan gostinitsalarda hozirgi kunda ziyoratchilarimiz o'sha yerda ziyorat va ibodatlarni qilishyapti. Sizlarga ham mana shunday tavsiya beraman. Siz ham ota-onangizni chiroyli va 14 kun mobaynida juda ham zo'r holatda Umra ziyoratiga olib bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq biz bilan bog'laning azizlar. 24 ga 7 siz hozir bunachilarimizga xizmatdamiz do'stlar. Xudo xolasa sizlarga hozirgi kunda haftaning har seshanba va chorshanba sanalariga yo'nalishlar qilganmiz. Ya'ni Toshkentdan har seshanba, haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha va haftaning har chorshanba sanasiga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha bitta jumani Madina Munavvarada va bitta jumani Makka Mukarramada o'qish imkoniyati bor tariflarni yo'lga qo'yganmiz do'stlar. Hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing, joylarni bron qilyapsizlar. Bunaqa imkoniyat, bunaqa sharoit faqatgina bitta bo'ladi. Ya'ni Centrum Holiday'da bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa sizlarga
Narx-navolarga keladigan bo'lsak, narxlarimiz 1100 dollardan Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha, 1050 dollardan Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha bemalol telefon qilaveringlar. Ekrandagi raqamlar bemalol sizlar uchun xizmatda do'stlar. Xudo xolasa, sizlarga 14 kun mobaynida tajribali va malakali 50 boshliq hamrohligida 10 dan oshiq ziyorat va sayohatlarga olib chiqib keladi va chiroyli safaringizni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni biz bilan birgalikda. Xudo xolasa, do'stlar, sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. To'lovlarimiz qanday bo'ladi desalaring, to'lovlarimiz ya'ni siz istagan usulda bank shot raqamlari orqali bemalol bank shot raqamlarini beramiz sizga Telegram, WhatsAppdan. O'sha chekini tashlab berasiz, operatorlarimiz o'z joyingizni bron qilib beradi. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan bo'ladigan bo'lsangiz, rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi azizlar. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi raqamlarda olishlaring mumkin. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.